Ba'zi odamlar sotuvchiga oson deb o'ylaydi. Go'yoki qutilar o'zidan o'zi tayyor bo'ladi, chegirmalar shunchaki beriladi, yetkazib berish esa majburiyatdek qabul qilinadi. Yaqinda menda shunday holat bo'ldi. Mijoz 5 ta boks buyurtma qildilar. Har bir boksning narxi 250 ming so'm edi. Men har biridan 50 ming so'mdan chegirma qildim. Jami 250 ming so'm chegirma qilindi. Bu majburiyat yuzasidan emas, balki insoniylik uchun qilingan edi. Yetkazib berish kuni yomg'ir yog'di, tig'in vaqt edi. Bilasiz, Yandexda yetkazib berish bunaqa paytda narxi oshadi. Mijozi buyurtmalarni chiqarib yubordim. Lekin keyin shunday deyishdi: yetkazib berishni yarmini san to'la. Bu yerda bir narsani aniq tushunish kerakki, men mijoz uchun yetkazib berishni to'lab berishga majbur emasman. Men mijozlarimni hurmat qilaman, lekin o'z mehnatimni ham hurmat qilaman. Bahs chiqqan joyda men doim xotirjamlikni tanlayman. Pulni qaytardim, sotuvdan voz kechdim. Hatto yetkazib berishni borib kelishiga to'lab bergan bo'lsam, ishonasizmi? O'sha kundayoq bu bokslarni to'liq narxda sotildi, chegirmasiz, minnatdorchilik bilan. Men ishonaman, agar sen halol bo'lsang, Alloh hech qachon bandani tashlab qo'ymaydi. Bu video shikoyat emas, bu eslatma. Meni mehnatim oson emas, chegirmalar majburiyat emas, hurmat esa o'zaro bo'lishi kerak.